Umuman bo'sh obyektlar yangi ish va imkoniyatlar degani. Bo'sh turgan bino degani, ishlamay yotgan iqtisod degani. U yerda hech kim ishlamayapti, pul aylanmayapti degani. Bino bor, yer bor, lekin foydasi yo'q. O'sha yerda xaroba bo'lib yotibdi. Bu degani ish o'rni ham yo'q, soliq ham yo'q. Odamlar ishsiz. Agar bir obyekt yillab sotilmayotgan bo'lsa, aybni faqat bozordan qidirish xato. Demak, kimdir shu ishga chala yondashgan. Har bir binoni bu yerda nima qilib bo'ladi degan savol bilan qarashimiz kerak. Binoning ichiga kirib kerak bo'lsa, yechimi yo'q bo'lsa, bir kun o'tir binoning ichidan chiqmasdan o'zi yechimi keladi kallangga. 2 kun o'tir, 3 kun o'tir, 1 oy o'tir. Agar 2-3 kun ichida o'shani yechimini topolmasang, bilginki sen noloyiqsan o'sha rahbarlikka, hokimlikka, yo uning o'rinbosarligiga, yo davaktivli rahbarligiga. Bugun viloyat hokimi Erkinjon Turdimov Sirdaryo viloyatida bo'sh turgan davlat ko'chmas mulk obyektlari hamda yer uchastkalaridan samarali foydalanish masalalarini muhokama qildi. Muhokamada ushbu aktivlarni iqtisodiy aylanmaga kiritish orqali tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va hududlar iqtisodiy salohiyatini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Xususiylashtirish dasturlari doirasida belgilangan rejalar bajarilgani bilan birga ayrim davlat aktivlari uzoq vaqtdan beri auksion savdolarida sotilmasdan kelayotgani tanqid qilindi. Xususan Mirzobod tumanida joylashgan Guliston 25-35 sonli mas'uliyati cheklangan jamiyat hamda Base Harvest Garden mas'uliyati cheklangan jamiyatning davlat ulushlari baholangan narxlar sezilarli darajada pasaytirilganiga qaramasdan 1 yildan ortiq vaqt mobaynida sotilmagan. Bunday holat Sirdaryo tumanida ham kuzatilayotganligi ta'kidlandi. Yig'ilishda noqishloq yer uchastkalarini auksion savdolarga chiqarish holati ham tahlil qilindi. Viloyat bo'yicha umumiy ko'rsatkichlar ijobiy bo'lsa-da, ayrim tumanlarda yerlar 6 oydan ortiq vaqt davomida sotilmasdan qolib ketayotganligi tanqid qilindi. Har bir obyektni tayyor loyiha shaklida auksionga chiqarish bo'yicha ko'rsatma berildi. Narxni tushirdik, bo'ldi degan gap yo'q. Arzon bo'lsa ham tadbirkorga qiziq bo'lmasa, baribir tadbirkor sotib olmaydi. Tadbirkor pulni bekorga sarflamaydi. U avval qaraydi. Yo'li bormi, suvi bormi, to'ki bormi, ishchi topiladimi? Shu narsalar yo'q bo'lsa, narxni yarmiga tushirsang ham foyda bermaydi. Shuning uchun obyektni tayyor holda chiqarish kerak. Loyihasi bilan, hisob-kitobi bilan chiqarishimiz kerak. Tayyorlab, hamma narsasini qo'yib, biznes qilib odamlarga berishimiz. Tayyor biznes qilib. Bo'lmasa yurmaydi. Yig'ilish yakunida mas'ullarga uzoq vaqt sotilmayotgan obyektlar bo'yicha alohida tahlil o'tkazish, har bir aktivni aniq loyiha bilan investorlarga taklif etish hamda natija uchun shaxsiy javobgarlikni kuchaytirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Maqsad nima o'zi? Bizga yer sotildi, bino sotildi degan hisobot kerak emas. Bizga u yerda ish qaynash kerak. Odamlar ertalab ishga borib, kechqurun oylik olib uyiga qaytsa, mana natija. Ana shuni aholining kayfiyati ham, turmushi ham yaxshilanadi. Prezidentimizning talabi ham, maqsadi ham, oldimizga qo'ygan vazifasi ham shu o'zi. Boshqa maqsad yo'q. Har bir rahbar o'z hududidagi bitta obyekt uchun ham javob berish kerak. Bu mening ishim emas degan gap endi o'tmaydi. Hududingda bitta bino bo'sh bo'lsa, sening boshing og'rishi kerak. Investor qidirish kerak, chaqirish kerak, tushuntirish kerak. Obyektni ishga tushirish bo'yicha hamma chorasini ko'rish kerak. Obyekt ishga tushsa, hamma yutadi.